Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Bugun xudo xolasa sizlarga oranjiy rubiorlarimiz yetildi, bir qator uzildi. O'zimiz safarda bo'lib birinchi uzumini video qila olmadik. Xudo xolasa ikkinchi uzumini sizlarga ko'rsatib o'tamiz holatlarini. Xo'p, mana oranjiy rubioriga juda ham yirik o'ragan, shu tomondan zo'r. Xudo xolasa mana natijasi. Bu endi ikkinchi uzumi. Kimlardir misol uchun ishonmasligi mumkin ikkinchi uzumligiga. Lekin ana haqiqat xudo xolasa ikkinchi uzumi. Bismillah. Qaranglar kattaligini. O'rik o'ta yirik bo'lar ekan. Shuncha meva olganiga qaramasdan juda ham yirik. Natija mana. Bu tomonlari ham mana har bir tupida yaxshi oldi. Sovuq ham ta'sir qilmas ekan, ancha-munchaga sovuq. Bu tupimiz ichi barg qalinligini hisobiga hali yaxshi uzilmadi. Bu tuplarimiz ichi siyrayligini hisobiga mevasi anchagina oz qoldi uzilib. O tepa tomonlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, yirikligi o'zi aytib turibdi, o'raydi yirikligi. Mana bu tomoni bu tupimizda 55 ming so'mdan sotildi. O'sha o'raydi narxini bozorlarda ko'rib turibsizlar. Bozorda narxi 55 ming so'mgacha sotildi mana yirikligi. Hammasi qancha olsa ham hammasini yetiltirib berar ekan, birin-ketin faqat. Mana bir marta uzilgan bo'lsa, ikkinchisi ham yana xuddi o'sha holatga yetib keldi, yirik bo'lib. Mana bu tomonlari ham, ichlarida ham meva, bu tomonda ham meva. Hali yana videolarni qo'yib boraman, bozorga olib chiqqanlarimizni ham videosini qo'yaman inshaalloh. Bozorda ham videolar qo'yib boriladi. Mana mevalar. Albatta buni ko'chatlari bor. Ko'chatlarini ko'paytirganmiz. Birinchi o'rinda maqsad ko'chat sotish. Shuning uchun bu yoqqa har xil assortiment qilib 10 tup, 8 tup qilib ekib qo'yganmiz. Mana shoxlari singandan bilsanglar bo'ladi, terilganini. Endi tabii ko'pchilik ishonmaydi-da bu narsaga. Terilmagan deydi, ikkinchi uzun basti nima qiladi, o'ylaydi. Mevani qaranglar endi. Bir tupda hozirgi kunda mana shu tuplarimizda 30 kilodan meva bor edi, kamida 30 kilo. 55 ming so'mdan sotilgan bo'lsa, ag'i endi hisoblayverasizlar, 1,5 million so'm bir tup o'rikdan daromad oldik nasib bo'lsa. Gilos bermagan nimani beryapti hozir o'rik. Kayf deydimi, nima gilos bermagan kayfda o'rik beryapti. Bu Svitariana giloslarimiz payvand qilganmiz. Xudo xolasa bular ham keyingi yillar natijaga kiradi. Albatta ko'chatlarni xarid qilinglar do'stlar, ko'chatlari bor. Bemalol boqmoqchi bo'lgan do'stlarimiz. Nomerlarimizni ham qo'yib qo'yamiz. Suvli o'rik, keyin mazasi jihatdan zo'r, go'shtlik, og'ir o'tiradi. Xudo xolasa 100 gram chiqsa kerak deb o'ylayapmiz hozir. 100 gramga borsa kerak mana shu turishi ham. Likelar bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar.